Assalomu alaykum so'rovlar akalar. Mana bugun sigirlarimizni suvni ulug'lantirish uchun amerikanskiy urug'lar kelgan, shularni ulug'lantiramiz. Ulug'lantirish jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Mana sigirimiz talab bo'lgan, shunga qo'yamiz. Mana avvalo sun'iy testerimiz bilan tekshirib olamiz. Avvalo sun'iy tester bu qanchalik darajada kuyga kelganligini bilib olamiz bu orqali. Hozir mana suvlar vidilenasi kelyapti, mana shu suvlari kelyapti. Mana ko'rishingiz mumkin, mana 280 gradusda o'zi. Bu buqaga rosa kelgan. Buni hozir suvni ulug'lantirishga tayyor. Ulug'lantirib olamiz. 39,5 gacha haroratini to'g'rilaymiz. 38,5 dan 39,5 gacha bo'lgan haroratda urug'imizni yerib olamiz. Mana hozir 39,3 normal harorat. Endi bu tanamizga, sigirimizga amerikanskiy simental qo'yamiz. Amerikadan keltirilgan yaxshi zot. Ko'rishlaringiz mumkin. Yaqinroq olib keling. Amerikadan keltirilgan urug'larimiz. Ular ichidan simentalni tanlab olamiz. Har bitta urug'ni ustida nomi bo'ladi. Buqani nomi bo'ladi. Shu nomi mana. Yerib olamiz. Urug'imiz tayyor. Buni endi suvni ulug'lantiramiz sigirimizni. Materiallari yaxshi ochiq holatda urug'ni yuboramiz. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar.